Sergeli tumani Qumaruvdan 5,5 sotuvli xonadonni 197 mingga topib qo'ydim. Quruvchi akalar, agar bundan foydalansanglar, har bitta xonadonni 130 mingdan sotsanglar, uchib ketadi. Kelinglar. Men sizlarga birinchi xonadonni tushuntiraman. Fasadimizni 15.7 ga ichkariga 35 metr yaxlit 5,5 sotuv boy etganimdek quruvchi akalar, 1.8 sotuvdan 3 ta xonadon tushiradigan bo'lsanglar, g'azab sotarsanglar bo'ladi. Chunki yaxshi mahallalar hisoblanadi. Bu Qumaruvni Ziyolilar mahallasi Obod 1-ko'cha bo'ladi. Orientirlarni tushuntiraman. Bunaqasi JM zavodga chiqib ketamiz, ko'rasizlar, yangi domla tushgan ko'cha bilan shunday kirib kelamiz. Bunaqasiga ham chiqib ketsak bo'ladi. Perezdga, o'sha yangi tushayotgan most. Bunaqasiga endi xonadonimizni obzor qilamiz. Fasadimiz ham yomon emas. Bismillah, kirib kelamiz. Yo'lligimiz orqali chap tarafdan binomizga tushgan, paltarashga bo'lib tushgan, o'zini 3 xonasi bor ekan. Yer to'lasi yaxlit qilingan. Undan ham foydalansanglar bo'ladi. Materiallari bor. Xohlasanglar buzib olsanglar ham bo'ladi. Materiallari bor. Hovlimizda keng, ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan o'zini yashil zonasi, mevali daraxtlarga ega. Quyi qismimizda ham binomiz bor. U yerda bir xonasi bor, qo'y xonasi bor. Yozgi oshxonalargacha qilingan. Bu yoni ham qarab foydalansanglar bo'ladi, lekin hovlimizni quruvchi akalar uchun ideal ekan. Yana eslataman, ichkariga uzunligi 35 metr, eniga fasadimizni 15.7 metr tashkil qiladi. 5,5 sotuvli xonadonimiz. Narxini videoni boshida aytganimdek 197 ming dollar bilan baholashyapti. Ustiga kelib gaplashinglar, yumshoq odamlar ekan, yumshatib berishadi narxini. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, joy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.